Әтсі Рустамның соты davomlashidi. Bu chaqda mahkamaning teshi bozorga aylanib ketgan edi. Leyma. Dünyadaki en sadık lünge. Xotindim öte sadık lüngüm abi. Vikram ölgendimi bedenden ayrılmagan sadık lüngüm abi. Vikram Tonkwel lüngisi. Sot boshlandi. PT taklif qilgan qarlovchi advokat bir qancha saxta guvohchilarni o'rinlashtirgan bo'lsa-mu, Rustam bir-birlab bularning yolg'on gaplarini pechit qildi. Amal qilolmagan qarlovchi advokat oxiri Rustamning so'yginini guvohlik berishga chaqirib, naq maydonda uni satlashtirmoqchi bo'ladi. Rustamning so'ygini bo'lsa, haqiqiy ahvolni ko'pchilikka aytadi. Amaliyotda Shamsiya o'zining nodonlikda sodir qilib qo'ygan xatoligini to'nib yetib, Vikramni izlab berib munosabatni uzishni talab qiladi. Lekin Vikram bo'lsa, Shamsiyani boshdan oxiri ahmoq qilayotganligini, bu ishlarni muhabbat uchun emas, balki Rustamni o'chirish uchun qilganligini aytadi. Hamda Shamsiyani haqoratlab qo'l tekkizadi. Rustam Shamsiyaning degan gaplarni hamda Vikramning burun qilgan qilmishlarini birlashtirib, uning azaldan yenidan qurol ayirmaydiganligini bayon qilish orqali ayni vaqtda jidallashish jarayonida Vikramning o'zini o'qi tutmoqchi bo'lganligi, Rustamning bo'lsa yo'lni qo'g'dinish uchun uni bo'ysundirganligini aytadi. Bossotchi sotning vaqtini kechiktirganligini aytadi. Zastatlılar bo'lsa, oxirgi hukmni chiqarish uchun qattiq munozara ilib boradi. Bu ish murakkablashib ketdi. Amsa boshlab ketaylik. Ha rost. Yandamayonning filmlarini ko'ryapsizlar. Zakas ko'rman, qo'p bisib ko'ryapman. Menmi ko'rdim? Men yig'ib qo'yib ko'ryapman. Ko'rib baqmaptimi? Nima va? Menmi ko'rdim. Menga tetimadi. Menmi ko'rdim. Aramizda ba'zilar ko'rib qopti, ba'zilar ko'rmabdi. Bir odamni qo'llash ig'izli deb qo'yish emas, balki amaliy harakat bilan qo'llashdi. Shunga izil pintozlardan bo'laylik. Sizlar neden ko'ryapsizlar? Men bekorlik chiqishini saqlab, do'yindan ko'ryapman. O gapingiz xato. Do'yindan emas, qo'yishuvdim ba. Ya uning ajri yo'qmi bu narsada? Ha? Salonga kirib baqmading degina. Salon kirishni nima ochdi? Boldir ko'rsa, men bir ig'izga qilay. Ko'mayli qo'yaylik bo'ldi. 2-4 tal shipingda nima jarava, uning kim qilishni bilmaydi. Ya qo'lingdan kelsa o'zing qilib baqmamsa, oqsam qildim. Bir qo'y to'ylab ko'rib, salongmi? Og'zinglarni yuminglar bo'ldi. Hozir shuni maslahatishga vaqtmi? Mahotun to'g'ri deydi. Eng yaxshisi biz Rustamning delosiga qaytib kelaylik. Zastatlılar jeli bo'lib bir-birining yerlarini siqishib, munozara ilib berib-atganda, razvedchik Lobo Rustamning yiniq kelib, haqiqiy ahvolni aytishini so'raydi. O'zining utib chiqishiga ishonchisi bor Rustam bo'lsa, ishlarning hammasini so'zlab turdi. Amaliyotda Rustam buyruqqa binoan Angliyadan setib olgan bir paraxotni tekshirib o'tkazib olgani borgan edi. Tekshirish jarayonida paraxotda ig'ir bo'lgan sifat masalasi borligini bayqab, bu ahvolni yuqori darajalik organga ma'lum qilmoqchi bo'ladi. Lekin bu ishning o'ttirdan foyda olmoqchi bo'lgan Vikram boshlig'idagi bir qism odam Rustamga pora berish orqali bu ishni besiqtirib etishni so'raydi. Rustam davlatning obro'yini qo'g'dab qilish uchun ularning taklifini rad qiladi hamda yuqoriga ma'lum qilmoqchi bo'lganligini aytadi. Natijada ular Rustamni ko'zdan yiroq qilish uchun uni yiroqqa vazifaga avat etadi hamda uning ojiz bo'lgan so'yginiga qo'l silish orqali paraxot tekshirish hujjatini qo'lga tushirmoqchi bo'ldi. Bu ishlarning tegtakini o'qib yetgan Rustam qilch ishkilanmasdan Vikramni ko'zdan yo'qotish orqali butun masalani oxirlashtirmoqchi bo'ladi. Hamda intoyin ustadlik bilan naq maydonni yasab, so'yginining o'chini elish bilan tang davlatining iqtisodiy ziyon kelib chiqishining oldini oladi. Razvedchik Lobo Rustamning bunchalik qoq ekanligini bilib, qoyil bo'lmay turolmaydi. Zastatlılar oxirida Rustamni o'zini yo'lga qo'g'dangan degan sabab bilan gunohsiz deb naq maydonda qo'yib berdi. Rustam bo'lsa, qoq-soqt qilgan 50 millionni elib, so'ygini bilan birlikda mardonlarcha baxtli turmushga qayt qadam bosadi. Mana, har kishi degan Rustamdek qotadigan yerda qetib, yumshaydigan yerda yumshalaydigan bo'lib, bir qo'lida oilaning baxtini, bir qo'lida davlatning obro'yini har vaqt qo'g'dash kerakda. Shuning bilan bu kinoimiz tugadi. Bugungi bir savol bo'lsa, Rustamning maydisida qancha medal bor? Diqqat qildinglarmi? Yandamayam keldi. Haqiqiy fantozlar o'rnlardan qopinglar. Oranglarda pano saloniga a'zo bo'lmaganlar bormi? Men bor hocam, men bor. Acaba sen pano saloniga kirsang, boldir bir qism ko'gini bo'ldiganligini bilmamsa, bu bir oddiy bir savoq-ku. Endi bekalaq chiqdi-ku, 2 kun saqilsamlar baribir, ha? Shundami? Mundadan. Chiqamay qol. Totma. 抖音